Assalomu alaykum. Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Yangi to'lovlar deganda nima nazarda tutilmoqda? Kimlar buni to'lash kerak, kimlar esa to'lamasligi mumkin? Eng asosiysi qanday xatoga yo'l qo'ymaslik kerak. Bu mavzu faqat tadbirkorlarga yoki uy egalariga emas, deyarli hamma oilaga tegishli. Chunki to'lovni vaqtida tushunmasangiz, keyin qarzdorlik, penya, jarima, xizmat cheklanishi yoki hujjat rasmiylashtirishda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu mavzuni oddilda real hayotdagi misollar bilan tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik to'lov masalalarini juda oddiy tushunardi. Elektr uchun alohida, gaz uchun alohida, suv uchun alohida, chiqindi uchun alohida, mulk yoki yer solig'i bo'lsa, yiliga bir marta to'lanadi. Kimdir xonadonida yashasa, kommunal to'lovlarni o'zi to'lardi. Kimdir uyini ijaraga bersa, ko'pincha ijara shartnomasi rasmiy qilinmasdi. To'lovlar og'zaki kelishuv asosida hal bo'lardi. Ko'p kvartirali uylarda esa uy-joy shirkatiga yoki boshqaruv tashkilotiga beriladigan pulni hamma ham majburiy deb qabul qilmasdi. Men lift ishlatmayman, men hovlida turaman, men bu xizmatdan foydalanganim yo'q degan gaplar ko'p bo'lardi. Endi nima o'zgardi? So'nggi yillarda davlat xizmatlari, soliq organlari, kommunal tashkilotlar va boshqaruv kompaniyalari tizimi ko'proq raqamlashtirildi. Ya'ni qarzdorliklar shaxsga yoki obyektga bog'langan majburiyatlar elektron bazalarda ko'rina boshladi. Oldin sizga faqat qog'oz kvitansiya kelgan bo'lsa, hozir qarzdorlik mobil ilovada, soliq kabinetida, kommunal hisobda, notarius yoki kadastr jarayonida ham ko'rinishi mumkin. Eng katta o'zgarish shuki, ayrim to'lovlar endi xohlasam to'layman darajasida emas, huquqiy majburiyat sifatida yuritilmoqda. Men bu yerda bitta narsani aytaman. Har qanday yangi to'lov degan gapni eshitganingizda vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Avval to'lovning huquqiy asosi bormi? Kimga hisoblangan? Qaysi davr uchun? Summa qanday chiqarilgan? Siz haqiqatan ham to'lovchi hisoblanasizmi? Shularni tekshirish kerak. Chunki ba'zan to'lov to'g'ri bo'ladi, ba'zan esa bozordagi xato eski qarzdorlik, noto'g'ri maydon, noto'g'ri hisoblagich ko'rsatkichi yoki oldingi egadan qolgan muammo sababli chiqadi. Yangi to'lovlar deganda odamlar odatda 3 turdagi majburiyatni nazarda tutyapti. Birinchisi mulk va yer bilan bog'liq soliq to'lovlari. Ikkinchisi kommunal va umumiy foydalanish xizmatlari uchun to'lovlar. Uchinchisi ayrim holatlarda qo'shimcha yig'imlar, masalan, boshqaruv kompaniyasi badali, chiqindi olib chiqish haqi, ta'mirlash jamg'armasi, ijaradan olinadigan daromad solig'i yoki tadbirkorlik faoliyatiga bog'liq majburiy to'lovlar. Birinchi masala uy-joy va yer solig'i. Agar sizning nomingizda uy, kvartira, dala hovli, noturar joy yoki yer uchastkasi bo'lsa, odatda sizda soliq majburiyati paydo bo'ladi. Bu yerda men bu uyda yashamayman degan gap har doim ham soliqdan ozod qilmaydi. Masalan, siz Toshkentda yashaysiz, lekin viloyatda otangizdan qolgan uy sizning nomingizda. Uydan hech kim foydalanmayotgan bo'lsa ham, obyekt sizning nomingizda turgani uchun soliq hisoblanishi mumkin. Demak, to'lov mulkdan foydalanayotgan odamga emas, ko'p hollarda mulk egasiga bog'lanadi. Misol keltiraman. Farhod aka nomida 7 kvadrat metrli kvartira bor. U kvartirada o'zi yashaydi. Bundan tashqari, qishloqda 6 sotixli hovli ham uning nomida. Farhod aka men qishloqdagi uyga yiliga 2 marta boraman desam, yer va mulk solig'i bo'yicha majburiyat paydo bo'lishi mumkin. Agar 3 yil davomida qarasa soliq kabinetida qarzdorlik yig'ilib qolgan bo'ladi. Summa hudud, mulkning kadastr qiymati, yer maydoni va belgilangan stavkaga qarab farq qiladi. Farhod aka vaqtida tekshirganida har yili o'z-o'zidan to'lagagan bo'lardi. Tekshirmagani uchun esa bir nechta yil qarzi birdaniga ko'rinib qoladi. Ikkinchi masala chiqindi to'lovi. Bu to'lov ko'pchilikda savol tug'diradi. Men chiqindi chiqarmayman, men bu manzilda yashamayman, mening xonadonim bo'sh turibdi degan e'tirozlar bo'ladi. Amaliyotda chiqindi to'lovi ko'pincha yashovchilar soni. Ro'yxatda turuvchilar xonadon yoki obyekt turi asosida hisoblanadi. Agar sizning manzilingizda 5 kishi ro'yxatda tursa, tizim 5 kishi uchun hisoblayotgan bo'lishi mumkin. Lekin aslida u yerda 2 kishi yashasa, buni og'zaki aytish yetmaydi. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qilib, ro'yxat va yashash holatini aniqlashtirish kerak bo'ladi. Masalan, Dilnoza opa kvartirasida 2 nafar farzandi bilan yashaydi. Lekin eski ro'yxatda turmush o'rtog'i, qaynonasi va ukasi ham shu manzilda ko'rinib qolgan. Natijada chiqindi to'lov 6 kishiga hisoblanadi. Dilnoza opa har oy 2 kishilik deb o'ylab to'laydi. Tizim esa 6 kishilik hisoblaydi.
1 yil o'tgach qarzdorlik chiqadi. Bu yerda muammo to'lovning o'zida emas, ma'lumot noto'g'ri yangilanganida. Shuning uchun men har doim aytaman, qarzdorlikni ko'rsangiz, avval asosini tekshiring, keyin to'lang yoki e'tiroz bering. 3-masala, ko'p kvartirali uylarda umumiy mulk uchun to'lovlar. Bu juda muhim. Kvartira faqat sizning eshigingiz ichidagi maydon emas. Yo'lak, tom, potval, lift kirish eshigi, tashqi o'rtish, quvurlar, umumiy elektr tarmoqlari, bolalar maydonchasi, atrof hududi kabi joylar ham umumiy mulk hisoblanadi. Bularni saqlash, ta'mirlash, tozalash, yoritish va xizmat ko'rsatish uchun mablag' kerak bo'ladi. Shu sababli boshqaruv tashkiloti yoki uy-joy mulkdorlari shirkati tomonidan badal belgilanadi. Kimdir aytadi, men 1-qavatda yashayman, lift uchun nega to'layman? Bu savol tushunarli. Lekin qonunchilik va uy boshqaruv mantig'ida lift faqat yuqori qavatdagilarniki emas, umumiy mulkning bir qismi bo'lishi mumkin. Xuddi tomning oxirgi qavatdagilar, podvalni 1-qavatdagilar alohida to'lamagani kabi. Umumiy mulk xarajatlari ham barcha mulkdorlar o'rtasida taqsimlanadi. Albatta, badal miqdori qanday hisoblanishi, yig'ilish qarori bormi, shartnoma tuzilganmi, xizmatlar ro'yxati aniqmi, bular tekshirilishi kerak. Misol uchun, Saqubun xonadonli uy bor. Boshqaruv kompaniyasi har oy har kvadrat metr uchun 1500 so'mdan badal belgilagan. Sizning kvartirangiz 6 kvadrat metr bo'lsa, oylik badal 9000 so'm bo'ladi. Bu pul nimaga ketadi? Kirish joyini tozalash, lift texnik xizmati, elektr yoritish, kichik ta'mirlar, hududni supurish, boshqaruv xodimlari ish haqi, avariya chaqiruvlari kabi xarajatlarga ketishi mumkin. Menga smeta ko'rsating, shartnoma ko'rsating. Qaysi xizmat uchun qancha pul ketganini tushuntiring deb so'rashingiz mumkin. 4-masala ijara daromadi. Agar siz uy yoki xonani ijaraga bersangiz, bu daromad hisoblanadi. Ko'pchilik men faqat bitta xonani berdim, bu qarindoshim ozgina pul olyapman deb o'ylaydi. Lekin ijara munosabati rasmiy bo'lsa, shartnoma tuzilsa, soliq masalasi ham paydo bo'ladi. Agar ijara rasmiylashtirilmasa, keyin nizo chiqqanda uy egasi ham, ijarachi ham qiynaladi. Ijarachi pul berganini isbotlay olmaydi. Uy egasi zarar, qarz yoki kommunal to'lovlarni undirishda muammoga duch keladi. Masalan, Akmal aka kvartirasini oyga 3 million so'mga ijaraga berdi. U og'zaki kelishdi, shartnoma qilmadi. Ijarachi 3 oy yashadi. Elektr va suvdan qarz qoldirdi, keyin chiqib ketdi. Akmal aka qarasa, kommunal hisoblarda 1 million 200 ming so'm qarzdorlik bor. Endi u ijarachi to'laydi deb ayta olmaydi, chunki rasmiy shartnoma yo'q. Javobgarlik aniq yozilmagan. Agar boshidan shartnoma tuzilganda, unda ijara summasi, kommunal to'lovlarni kim to'lashi, to'lov sanasi va qarzdorlik uchun javobgarlik yozilgan bo'lardi. Men aniq aytaman. Quyidagi to'yfadagi odamlar albatta tekshirish kerak. Nomida uy, kvartira, yer yoki noturar joy borlar. Uyini ijaraga berganlar, ko'p kvartirali uyda yashaydiganlar va boshqaruv badalini to'lamayotganlar. Manzilda ro'yxatda ko'p odam turganlar. Uzoq vaqt kommunal hisoblarni tekshirmaganlar. Meros orqali mulk olganlar. Yangi qurilgan uyga ko'chib kirganlar, eski egadan uy sotib olganlar. Tadbirkorlik uchun xonadon yoki noturar joydan foydalanayotganlar. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar sizning nomingizda hech qanday mulk bo'lmasa, ijarada yashasangiz, barcha kommunal to'lovlar shartnoma bo'yicha uy egasi zimmasida bo'lsa, ro'yxat va hisoblar toza bo'lsa, sizga soliq yoki mulk bo'yicha to'lov chiqmasligi mumkin. Lekin baribir shartnomani ko'rib qo'yish kerak. Chunki ayrim ijaralarda kommunal to'lovlar ijarachiga yuklatiladi. Agar shartnomada elektr, gaz, suv, internet chiqindi to'lovlari ijarachi tomonidan to'lanadi deb yozilgan bo'lsa, keyin men uy egasi emasman deyish yetarli bo'lmaydi. Eng ko'p uchraydigan birinchi xato. Odam qarzdorlikni ko'radi va darhol to'laydi, lekin nimaga to'laganini bilmaydi. Men buni tavsiya qilmayman. To'lashdan oldin hisob kitobni so'rang. Qaysi davr uchun, qaysi tarif bo'yicha, qaysi shaxs yoki obyekt nomiga qanday asosda hisoblanganini biling. Agar to'lov noto'g'ri bo'lsa, pulni qaytarish yoki qayta hisoblatish to'lashdan oldin e'tiroz berishga qaraganda qiyinroq bo'lishi mumkin. Ikkinchi xato, eski qarz masalasini uy sotib olgandan keyin bilish. Uy olayotgan odamlar ko'pincha faqat kadastr hujjatini, narxni va ta'mirni ko'radi. Lekin kommunal qarz, soliq qarzi, boshqaruv kompaniyasi badali, chiqindi to'lovi, internet yoki domofon qarzlarini tekshirmaydi. Keyin yangi egaga bu uyda qarz bor degan talab keladi. Huquqiy jihatdan ayrim qarzlar eski egaga tegishli bo'lishi mumkin, lekin amalda xizmatni ulash.
Hisobni o'tkazish yoki ma'lumotni tozalash jarayonida yangi egaga bosh og'rig'i bo'ladi. Shuning uchun oldi-sotdidan oldin barcha hisoblar bo'yicha ma'lumotnoma oling. 3-nozik jihat ro'yxatda turish va real yashash farqi. Ba'zi to'lovlar obyektga bog'lanadi. Ba'zilari odam soniga, ba'zilari iste'mol hajmiga. Elektr hisoblagich bo'yicha yuradi. Suv ayrim joylarda hisoblagich bo'yicha, ayrim joylarda norma bo'yicha bo'lishi mumkin. Chiqindi odam soniga qarab hisoblanishi mumkin. Mulk solig'i esa obyekt egasiga bog'liq. Shuning uchun men u yerda yashmayman degan javob hamma to'lovga bir xil ta'sir qilmaydi. 4-masala imtiyozlar. Ayrim fuqarolarda soliq yoki kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyoz bo'lishi mumkin. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, pensionerlar, ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, urush yoki mehnat faxriylari boquvchisini yo'qotganlar. Maxsus toifalar bo'yicha qonunchilikda yengilliklar bo'lishi mumkin. Lekin imtiyoz avtomatik tushmasligi mumkin. Ba'zan hujjat topshirish, ariza yozish, ma'lumotni yangilash kerak bo'ladi. Menda imtiyoz bor edi, nega qarshi chiqdi? Degan savolning javobi ko'pincha bazalar bir-biri bilan to'liq yangilanmaganda bo'ladi. 5-nozik masala, penya va jarima. To'lovning o'zi kichik bo'lishi mumkin, lekin vaqt o'tishi bilan penya qo'shiladi. Masalan, oyiga 50 ming so'mlik to'lovni odam inik oy to'lamasa, asosiy qarz 600 ming so'm bo'ladi. Unga penya, qayta ulash haqi, sud yoki majburiy ijro xarajatlari qo'shilsa, summa ancha oshadi. Eng yomon tomoni, qarzdorlik yillar davomida ko'payib, keyin birdaniga katta summaga aylanadi. Odam esa men buni bilmaganman deydi. Afsuski, bilmaslik har doim javobgarlikdan ozod qilmaydi. 6-masala tadbirkorlik va noturar joy. Agar siz do'kon, ofis, ustaxona, ombor yoki ishlab chiqarish joyidan foydalansangiz, to'lovlar oddiy xonadondagidan farq qilishi mumkin. Kommunal tarif, chiqindi turi, yer va mulk solig'i, ijara shartlari boshqacha bo'ladi. Masalan, xonadonda yashash uchun belgilangan tarif bilan noturar obyektning tarifi bir xil bo'lmasligi mumkin. Agar odam yashash uyini amalda do'kon sifatida ishlatsa, keyin tekshiruvda tarif, soliq va ruxsat masalalari ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun faoliyat turini va obyekt maqomini moslashtirib qo'yish zarur. 7-nozik jihat, qo'shnim to'lamayapti, men ham to'lamayman degan yondashuv. Bu yuridik jihatdan xavfli. Har bir shaxsning majburiyati alohida yuritiladi. Qo'shningiz qarzdor bo'lsa, bu sizni to'lovdan ozod qilmaydi. Aksincha, uyda umumiy xizmatlar yomonlashadi. Masalan, saqiy xonadondan o'tim-tasi badal to'lamasa, boshqaruv kompaniyasi liftni vaqtida ta'mirlay olmaydi. Yo'lak chiroqlari almashtirilmaydi. Tomdagi muammo cho'ziladi. Natijada to'layotganlar ham zarar ko'radi. Shu sababli bunday masalani huquqiy va jamoaviy tartibda hal qilish kerak. Yig'ilish, bayonnoma, shaffof smeta, qarzdorlar bilan rasmiy ishlash. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning nomingizdagi mulklarni tekshiring. Buning uchun soliq organlarining shaxsiy kabineti, davlat xizmatlari portali yoki hududingizdagi soliq inspeksiyasi orqali ma'lumot oling. Qaysi obyektlar sizning nomingizda turibdi? Qaysi yil uchun soliq hisoblangan? Qarzdorlik bormi? Imtiyoz qo'llanganmi? Bularni ko'ring. Ikkinchi qadam, kommunal hisoblarni alohida tekshiring. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv, isitish, chiqindi, uy boshqaruv badali bo'yicha hisob raqamlarini yozib chiqing. Har bir xizmat bo'yicha oxirgi to'lov sanasi, hisoblagich ko'rsatkichi, qarzdorlik va ortiqcha to'lovni ko'ring. Agar hisoblagich bo'lsa, real ko'rsatkichni rasmga olib qo'ying. Agar tizimdagi ko'rsatkich bilan real ko'rsatkich farq qilsa, darhol xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. 3-qadam, agar uyda yashovchilar soni noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, uni tuzating. Buning uchun pasport yoki ID karta nusxasi, doimiy yoki vaqtincha ro'yxat ma'lumoti, mahalla ma'lumotnomasi, oila tarkibi haqidagi ma'lumot, ayrim holatda ijara shartnomasi kerak bo'lishi mumkin. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yozma ariza bering. Arizada falon manzil bo'yicha to'lov falon kishiga hisoblanmoqda, amalda yashovchilar soni falon nafar, qayta hisob-kitob qilib berishingizni so'rayman deb aniq yozing. 4-qadam, imtiyozingiz bo'lsa hujjatni yangilang. Pensionerlik guvohnomasi, nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma, ijtimoiy reyestrdagi holat, vasiylik yoki boquvchisini yo'qotganlikka oid hujjatlar bo'lishi mumkin. Men tavsiya qilaman, imtiyoz bor deb og'zaki aytib yurmasdan, tegishli tashkilotdan imtiyoz qo'llandi degan tasdiqni oling. Elektron kabinetda ham ko'rinishini tekshiring. 5-qadam, uy sotib olayotgan bo'lsangiz, oldindan qarzlarni tekshiring.
sotuvchidan kommunal to'lovlar bo'yicha oxirgi kvitansiyalarni, qarzdorlik yo'qligi haqidagi ma'lumotlarni boshqaruv kompaniyasi yoki shirkatdan hisob-kitobni so'rang. Notariusga borishdan oldin buni qiling. Shartnomaga ham oldingi davrga oid qarzdorliklar sotuvchi tomonidan qoplanadi degan mazmunda bank kiritish foydali bo'ladi. Bu keyin kelishmovchilik chiqsa, sizga dalil bo'ladi. 6-qadam. Ijaraga berayotgan bo'lsangiz, albatta shartnoma tuzing. Shartnomada ijara summasi, to'lov kuni, depozit, kommunal to'lovlar kim tomonidan to'lanishi, hisoblagich ko'rsatkichlari, uy jihozlari ro'yxati, zarar yetkazilganda javobgarlik. Muddatidan oldin chiqib ketish tartibi yozilsin. Kirish kunida elektr, gaz, suv ko'rsatkichlari rasmga oling va shartnomaga qo'shing. Bu juda oddiy ish, lekin keyingi nizolarning yarmidan ko'pini oldini oladi. 7-qadam. Agar sizga tushunarsiz to'lov chiqsa, og'zaki tortishib vaqt yo'qotmang. Rasmiy ariza yozing. Arizada 3 ta narsani so'rang. Hisob-kitob asosini, tarif yoki qaror nusxasini, qayta hisoblash imkoniyatini. Arizani 2 nusxada topshiring yoki elektron tarzda yuboring. Qabul qilingan sanani saqlang. Javob berilmasa yoki javob sizni qoniqtirmasa, yuqori tashkilotga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bo'ladi. 8-qadam. Har oy kamida bir marta hisoblaringizni ko'rib chiqing. Men buni moliyaviy gigiyena deb atayman. Odam telefon balansini tekshiradi, bank kartasini tekshiradi, lekin kommunal va soliq hisoblarini oylar davomida ko'rmaydi. Keyin katta qarz chiqsa hayron qoladi. Aslida har oy 10 daqiqa vaqt ajratsangiz xatoni erta ko'rasiz. Erta ko'rilgan xato arzon hal bo'ladi, kech ko'rilgan xato esa ko'p vaqt, asab va pul talab qiladi. Yana bir muhim tavsiya, to'lov qilganingizdan keyin kvitansiyani saqlang, mobil ilovadan to'lagan bo'lsangiz. Elektron chekni yuklab oling yoki skrinshot qiling. Bank orqali to'lagan bo'lsangiz chekni yo'qotmang. Ba'zan tizimda to'lov kech aksadi yoki noto'g'ri hisobga tushadi. Shunda sizda dalil bo'lishi kerak. Men to'lagandim degan gapning o'zi yetmaydi, chek kerak bo'ladi. Demak, yangi to'lovlar deganda hamma uchun bir xil bitta to'lovni tushunmaslik kerak. Bu mulk, yer, kommunal xizmat chiqindi, uy boshqaruvi, ijara yoki tadbirkorlik faoliyatiga bog'liq majburiyat bo'lishi mumkin. Kimning nomida mulk bo'lsa, kim xizmatdan foydalansa, kim shartnoma bo'yicha majburiyat olgan bo'lsa, o'sha to'lovchi bo'lishi mumkin. Lekin har bir holatda asos, summa, davr va to'lovchi shaxs aniq tekshirilishi shart. Mening asosiy maslahatim shuki, vahima qilmang, lekin beparvo bo'lmang. Hisoblaringizni tekshiring, hujjatlarni tartibga keltiring, tushunarsiz to'lov bo'lsa yozma izoh so'rang. Imtiyozingiz bo'lsa rasmiylashtiring. Uy olayotganda qarzlarni oldini aniqlang. Ijarada esa hamma narsani shartnomaga yozing. Shunda siz kutilmagan qarz, jarima va nizolardan ancha himoyalangan bo'lasiz. Sizda ham shunday yangi to'lov yoki tushunarsiz qarzdorlik chiqdimi? Izohlarda yozing. Qaysi to'lov bo'yicha savolingiz borligini ayting. Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu masala bugun deyarli har bir oilaga tegishli.